Baroat kechasi qanday kecha? Onamiz Oysha radhiyallohu anha aytadilar: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mendan: "Ey Oysha, bu kecha qanday kecha ekanini bilasizmi?" deb so'radilar. Men: "Alloh va uning rasuli biluvchiroq" dedim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Bu Sha'bonning 15-kechasidir. Alloh azza va jalla bu kecha bandalariga rahmat nazari bilan qaraydi va mag'firat so'rovchilarni mag'firat etadi. Rahm so'rovchilarga rahm qiladi. Dillarda musulmonlarga nisbatangina adovat saqlovchi kishilarni qanday bo'lsa, shunday holatda qo'yib qo'yadi", dedilar. Imom Bayhaqiy rivoyati. Baroat so'zi arab tilida ozod bo'lish, najot topish degan ma'nolarni anglatadi. Bu kechaning bunday nomlanishiga sabab, unda Alloh taoloning rahmati va fazli ila behisob insonlar do'zaxdan najot topadilar.